Hey, kichik nonlaringlar bek chiroylikan. Kichik non. Ha yo'q. Bizda cho'ng nonlarmi bor? Ha, Kichik nonmi bor? bo'ladi ekan. Ha. Keldik. Bu tarafdan kiramiz. Ma'qul. Dang 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 dang. Voh, xeyli cho'nkan-a. Qarang, mushunchalar cho'ng uyda men yolg'iz ishlayman. Mushunda qaltis bo'lib ketdingizmi? Ha? Qaltiskansiz. Uning ustiga bu narsaning hammasini men boshqaraman. Bo'ladi ekan-ku. Yana bu o'rab qochilinib bo'lgan nonlarni men o'z qo'lim bilan qochilgan. O'zim qochildim. O'rab qochilaydigan uskunanglar yo'qmi? Buzilib qoldi. Qandoq bo'lib buzilib qoldi? Tutib qo'ysam da buzilib qoldi. Men faqat munda qilib tutib qo'ygan. Мәміғо қастан қылмаған болмаса, немеге қарап атсыз? Nima sababdan buzilib qolganligini bildim. Ha? Xanqaz, qaltiskansiz-jimi? Uskunni yasab etdingizmi? Qandoq yasadingiz? Direktor bu nayta addi. Nayta addi ish direktor. Amaliyotda uskuna buzilib qolmabdi, bildingizmi? Yer egiz past bo'lg'achqa, uskunadagi tamponli qurilmasi qing'iyib qolsa, avtomatik tokni uzib ketadi ekan. Buni qandoq bilib oldingiz? Men Aynur deb badi. Xanqaz, bakli qaltiskansiz. Keram, bundoq aqlli qiz do'stingizning borligini uqmabdiman-jimi? Hozircha qiz do'stim emas. Ha? Ha, undaqda men qaytay. Obdan ishlang. Bu karomatingizni ko'rsatadigan yaxshi joy. Bu nima gap endi tushunmay qoldim-ku. Iqtidoringizni joriy qildiradigan degan gap. Men mangdim-a? Ha, bo'ladi, xo'sh. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Boyaq gapining ma'nosini ajab tushunmay qoldim ya. U rostdan loyiqingiz emasmi? Undaqda uning yigiti bormi? Nima bo'ldi? Mening bir navrayinim bor edi. Uning yigiti bor. Uning yigiti bor. Tanishtirib qo'ymaydigan bo'ldingiz-da. Ha, shundaqmi? Shundaq. Direktor xo'shamsa. Nemişkin onu ko'rsamla mush yerim og'rib ketadi. Muvaffaqiyat kazandım. Muvaffaqiyat kazandım. Muvaffaqiyat kazandım. Muvaffaqiyat kazandım. Muvaffaqiyat kazandım. Bunun qara etkençi muvaffaqiyatlik bo'ldi. Nima muvaffaqiyatlik bo'ldi? Etkençi muvaffaqiyatlik bo'ldi. Ketib baqa. Vah! Beklatamlik bo'pti. Ishmay turibdi, nim deganing bu? Tez ichcha. Bo'ladi ekan. Muvaffaqiyat kazandım. Ta'mi yomon emas ekan. Mana bu. Muvaffaqiyat kazandım. Etkençi muvaffaqiyatlik bo'ldi. Vah! Birodar, atgan keyin bakli tamlik bo'pti. Yo'q, ichlik bo'pti. Shundaqa. G'ayrat qil. Bo'ldi, o'yin qo'ymang a. Nimiyasidan ko'rib boqaychi. Ta'mi bo'ladi ekan. Albatta. Undaqda bu atgan choyga nima ism qo'ymoqchi bo'lyapsan? Atirguldan yasagan ekan, Atirgul atganchi deb ism qo'yaymikan. Bu ism bakli udul bo'lib qopti. Bo'lmasa mundaq bo'lsin. Atirgul Arsaldigul debmi atiladi? Arsaldigulchi deb atayli. Bo'lamdi? Bu ism Changzi atganchi edim, yaqimliq anglandi ekan. Onun ustiga bu ism shoirlar qo'ygandek anglandi ekan. To'g'rimi? Sizlarning uydagilar biringlar tadqiqotchi. Yana biringlar shoir ekansizlar. Naiti qaltis ekansizlar.